Men bugun shu termizlarimni yuvib qo'yay deb ishga tushib ketdim. Talaloxning shunaqangi vositasidan foydalandim. Bu bezarar, chemikatpaz. Choynaklarimiz, termizlarimiz ichrosa sarg'ayib ketgan ekan. Bittada suv quyishimdayoq chiqib ketdi, kirlari yo'q sarg'aygan. Siz ham shu Talalox mahsulotlaridan olmoqchi bo'lsangiz, Uzun marketda ham bor. Men shu relisimiz tagiga Telegram kanallarni ham joylab qo'yaman. Bemalol o'tib foydalanib olishlaring mumkin. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, vich qilib kirlari yo'q, hamma bakteriyalar chiqib ketyapti. Va oppoq qilib yuvib ham qo'ydim mana. Qolgan mahsulotlardan ham olmoqchi bo'lsalaring bemalol Telegram kanallariga Uzun marketda rasmiy magazinlar bor. O'sha yerdan zakaz qila olasizlar. Mana bu termizlarimizni ham yuvib qo'ydim. Oppoqqina bo'lib qoldi. Relisimiz shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying endi. Sizga foydali kontentlar bilan bo'lishib boraman. Meni kuzatishda davom eting. Üstümüzden keçti külək, üstümüzden